Assalomu alaykum hurmatli hamkorlar. Mana yangi kelgan modelimizni ya'ni kabeli o'zidan chiqyapti. Hozir bu yerda yana bitta qo'shimcha qilinadigan joyi pultida. Pulti Bluetooth orqali ishlaydi. Ya'ni bu konditsionerga ulanish uchun mode knopka bilan on off tugmasini barobar bosiladi. Shunda 3 sekund bosgandan keyin konditsioner o'zida signal beradi va konditsionerga ulanadi. Hurmatli ustalar, mana shu narsani on off va mode knopka bilan bosib ulab olishingiz mumkin. Krishkasini ham ochishmasin. Iloji bo'lsa, krishkasini ham ochmasanglar bo'ladi. Bu yerda hamma narsa tayyor. Pulti Bluetooth orqali istalgan joydan ishlashi mumkin. Pitaniyasi agregatdan. Tok ulanishi motor orqali bo'ladi.